Assalomu alaykum, hurmatli Toshkent Motors obunachilar. Xudo xolasa bugun qarshilikda ko'rib turgan oq Gruzoy pul topar mashinamiz va minivan bo'lgan Jack M3 qora bayirni obzorini qilib o'tamiz. Ya'ni bu ikkisi ham pul topar mashina hisoblanadi, lekin yo'nalishi boshqa. Qani bo'lmasa boshladik. Qarshilikda ko'rib turgan qora bayirdan boshlamoqchiman. Sababi bu mashinamiz 3 yildan beri sotayotgan bo'lsak, O'zbekiston hududida 10 mingtadan ziyodga sotdik. Aynan Toshkent Motors kompaniyasi. Juda ham ko'p obunachilar bu mashina to'g'risida o'ziga yarasha dizayn ko'rinishdan ko'rib, siraza Jack M3 ketyapti degan fikrga kelishadi. Albatta, mashinamiz ko'ryapsizlar, chiroyli dizaynga ega. Ayniqsa qorasini oladigan bo'lsam, oqini oladigan bo'lsam, yonib olov bo'lib turadi. Undan tashqari yangi ranglar, metallika sveti ham kelgan. Xudo xolasa, sizga qaysi rang yoqadigan bo'lsa, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Videoning boshidan narxini aytaman. Narxi 215 million 480 ming so'm. Bemalol naqd, через bank yoki lizing orqali. Undan tashqari har xil yo'llari bor. Uning uchun pastki nomerda qoldiramiz. Menejerlardan ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Motorni bitta ko'rsatib o'tamiz. Motorimiz 1.8 li sepli motor bo'ladi. Sepli deganimdan keyin ko'p obunachilar, shofirlarimiz bilishadi, sepli motorning umri uzoq bo'ladi. Kobaltda motori qanday bo'lsa, buni ham motori xuddi shunday. Shuning uchun Jack M3'imiz xalq ichida erka to'y mashinaga aylangansam adashmagan bo'lamiz. Jack M4'imiz ham bor sotuvda, bemalol uni ham to'lov qilib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Narxini aytadigan bo'lsa 240 million 180 ming so'm, xudo xolasa narxi. Ko'rib turibsizlar. Mana bu knopkachamiz bor. Bu kechqurun bo'ldiki, avtomatik faralarni yoqib beradi. Patparnikni yoqib berish vazifasini bajaradi. Yorug' tushadigan bo'lsa, avtomatik o'zi o'chirib beradi. Yoki o'zingiz yoqib o'chirsangiz ham bo'ladi. Dalniy bilishni bitta kamchiligimiz bor. Tuman kas yo'q bo'ladi, lekin o'zingiz bemalol qo'ydirib olsangiz ham bo'ladi. Mashinamiz razmeri 5.11.5 hisoblanadi. Balondan qo'yilgan o'rta yumshoqlik balon hisoblanadi balonimiz. Ko'p obunachilarimiz balonni almashtirishyapti yoki almashtirmas haydagan obunachilarimiz ham ko'p. Mashinani balonida bemalol harakatlansiz bo'ladi. Oldida diskritorimiz bilan jihozlangan bo'ladi. Hadovoy sistemasi juda ham zo'r va mana bu yerda bir teshikcha qo'yib ketilgan. Ya'ni ko'ryapsizmi? Mana shu teshikchadan shu havoni urib berib turib, tormoz kalotka sistemasini, ya'ni sovutib berish vazifasini bajarib beradi. Xitoyliklar har bitta narsadan ekonomik foydalanish va xalqqa, ya'ni mijozga qulaylik yaratishni ustida kalla qotiradi. Xudo xolasa, ko'rinish ko'ryapsizlar, mana bu yerda bakimiz joylashgan, 55 litrlik hajmga ega. Orqa balonimiz baraban tormozda bo'ladi. Xudo xolasa, orqa balonlarimiz tormoz sistemasi barabanli, resorda joylashgan va qo'shimchasiga amortizator qo'yilgan bo'ladi. Orqa ko'rinishi ko'p obunachilar yoqadigan sababini aytaman. Ko'p obunachilar kelishadi, mijozlarimiz kelishadi, so'rashadi. Nimaga M3 olyapsiz deydigan bo'lsa, mana bu narsasi yoqadi ekan. Ko'rinishi juda ham to'rtburchak holatda chiqqan, shuning uchun Jack M3 yoqadi. Stop faralari, zatning kamerasi bor, to'rtta partnerga qo'yilgan bo'ladi mashinaga. Mana bu bagaj ochganingizda mana bu narsa to'rtburchakda sizga qo'l keladi. Ya'ni yuk joylashtirganimi yoki boshqa ishingizgami bemalol mana shu to'rtburchak holati juda ham ko'pchilikka yoqadi ekan. Shuning uchun Jack M3 ni ko'p mijozlar ham olishadi. Ko'rib turibsiz, bemalol bu yerga sumkalar joylashtirib qo'ysiz bo'ladi. Anchagina sumkalar joylashadi. Metan propan qo'ymoqchi bo'lgan obunachilarga esa metan propanni tag qismiga bemalol qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Xolasangiz bitta 65 taga 35 talik metan, xolasangiz 65 talik propan balonni zapaska o'rniga bemalol qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Salon qismimiz 8 kishidan iborat va shofir bilan 9 ta hisoblanadi. Bir kategoriyalar bemalol haydasiz bo'ladi. Salon ko'rinishi mana yo'lovchilar chiqib tushish uchun juda ham qulay va kapitan siding bilan jihozlangan bo'ladi mashinamiz. Bu yerda esa kondisionerlar, shaxtalar qo'yilgan, deflektorlarimiz. Rullarimiz gidrousulli rul hisoblanadi. Juda ham yumshoq hisoblanadi. 220 tezlikgacha ko'tarsiz bo'ladi. 180-170 haydagan obunachilarimiz bor. Rossiya yo'llarida, trassalarda tezlik cheklanmagan joylar bor. Bemalol tezlikni o'zi ko'targan. Va Android monitor bilan jihozlangan bo'ladi, yangi variantlar. Zo'r daromad qilib, oilasiga bundan mashina orqasidan yana mashina yoki uy joy qilgan obunachilarimiz bor. Bu mashinamizda ko'p muammolarga uchragan sababi sidinka olib tashab turib, Gruzoy qilib foydalangan do'koni bor akalar, biznes bilan shug'ullangan akalarimiz Gruzoy qilib foydalangan, jarimalarga tushib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ana shu jarimalarga tushmaslik oldini olgan maqsadda, olish maqsadida
yangi variant Jack Image Gruzoy varianti, ya'ni van deyiladi. Gruzoyni ham olib kelib qo'yganmiz. Buni motor ko'rinishlari, tashqi ko'rinishi hamma narsasi bir xil bo'ladi. Mana bu minivanimiz bilan farqi baloniga bo'ladi. Yon tomon razmerlari bir xil. Farqimiz baloniga. Qo'qon diska balonda keladi. 15 dyumli va salon qismida farqi bor. Rullar shu gidroustiliniy rul, konditsioner bor, faqat monitorimiz qo'yilmagan bo'ladi. Bitta kamchiligi shu. Shuni bagaj yon tomonda eshikni ochsangiz, mana bu yerdan yuklangiz, bemalol joylashtirasiz bo'ladi. Juda ham katta hajmga ega. Bunda zatni kamera bo'lmaydi, lekin to'rtta paktronik qo'yilgan bo'ladi. Va bu yerdan ham bemalol yuklangiz, joylashtirasiz bo'ladi. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi 199 million 80 ming so'm. Buni ham to'lov usullari xohlagan usulingizda 4 xil usulda, ya'ni naqd, persisina, через bank, leasing va undan tashqari birja yo'llari ham bor. Xudo xolasa, menejerlar telefon qilib to'liq ma'lumotlar berishadi. Bagaj qismini bitta razmerini aytib o'tamiz. Ya'ni mana bu bagajni uzunligiga 2.60, 1.53 balandlik, 1.30 eni ekan. Xudo xolasa, mana shu yuk hajmiga ega. Ya'ni to'liqroq ma'lumotlar uchun pastki nomerlar telefon qilsangiz menejerlar to'liq ma'lumotlar berishadi. Bu videoni xudo xolasa sizlar do'stlarga, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ya'ni Gruzoy mashina olaman deb yurganlar. Bu mashinani olib, bemalol viloyatlarga qatnashgan, umuman sizni qiyinchilik tug'dirmaydi. Sababi yozgi kunda muzdekkina ketish uchun konserlar bor, qish kundagi muz issiqqina ketish uchun pechkalari bor. Undan tashqari mashinamiz ABS YVD tormozlar bilan ham jihozlangan, juda ham komfort hisoblanadi. Barcha ma'lumotlar berdik deb o'ylaymiz. Xudo xolasa, like va podpiska unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Zarb shoh bo'lasizlar bilan.